Ameliyatda Genbiyan so'manni oilda o'z qo'linglar bilan tayyorlasanglar sirtkidan vahshiyback o'xshaydi do'stlar. Itlar so'lim intayin oddiy bo'lib ko'p vaqtmi ketmaydi. Unda biz birlikda o'xshagan bir Genbiyan so'man tayyorlab boqamdik. Eng avval o'zimizning ehtiyojga qarata muvofiq cho'p tayyor qilib olamiz. Agar uyda tayyorlashni sal avorchilik ko'rsanglar, sirtdan tayyor akirib olsanglar bo'ldi. Uningdan boshqa go'sht, piyoz, sinjan, samsa, qizil ko'klarza, jo'saylarni videoda ko'rsatilgandek to'g'rab tayyor qilib olsak bo'ldi. Ko'rib mishagich kepsizlar meni qo'shmagan do'stlarim, meni qo'shilishni unutqanmanglar. Buningdan keyin taxim yaxshi bo'lgan sarxil mazmunlarni o'zingizlarga sunish uchun izchil turda terishma. Men ko'rganinglardek tayyorlab olgan cho'pimizni kesib qozoningizga bir pishirib elib olgandan keyin soğuk suda bir şallab olamiz. Anda muvofiq miqdorda jon yo'qib, tekshi bir aralashtirib olgandan keyin tamlantirib qo'yamiz. Bundan keyindilla qazimizga az miqdorda moy qo'yib, go'shtimizni silib, go'shtimizni toz bir qizarg'ich qo'rib olamiz. Andan tayyorlab olgan piyoz, sinjan, samsak, achchiqroq yeyishni yaxshi ko'rsanglar, achchiqlarini silib, purq chiqishi biroq qo'rib olgandan keyin muvofiq miqdorda tuz, azroq jon yo'q, azroq qizartirganlarni silib, go'shtimizni toz bir qizartib olgandan keyin tayyor Genbiyan so'man qo'rimizdan silib 2 minut atrofigacha purq chiqishi bir qo'rib olamiz do'stlar. Andan bunun keyindilla qizil ko'klar samsaqlarimizni silib, ishga aralashtiribla jo'sayni solamiz. Jo'sayni uzun qo'rvatmaymiz do'stlar. Birla aralashtirib cho'pimizni silib, cho'pimizni 2 minut atrofida bir qo'rib olgandan keyin buningga tayyor oq kunjutlarimiz bo'lsa sepib etibla, taqsimiz usib olsak bo'ladi. Intayin yeyishlik bo'lgan hammamiz yaxshi ko'rgan Genbiyan so'manni tayyor bo'ldi do'stlar. Qanchlarmi oilda o'z qo'linglar bilan tayyorlab yeb yiqinglar. Sirtdikida mu vahshiy tilinglarda qoladi. Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar, yurak besib, inkas rayonga gul yo'llab qo'yishni unutmanglar.